Men hozir profillik komplektlarni ko'rsam, hammasi trendli formalarni qilgan ekanmiz. Men sizlarga hozir ikkita Niyabishni komplekt qilib beraman. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Qani ketdik. Birinchi komplektga Santisni yangi formasini tanlaymiz. Olamiz. Sardor ukam, maki, yur buti tanlaymiz bunga. Santis oq formasiga oq buti tanladik, xohlasanglar kaltasi ham bor. Sardor ukam, maki. Muhammad qattasan? Ke ukam, salkin tanlaymiz. Formalar ichida bitta menga yoqqani bor. Niyabishni esa Meksika. Ukam kelsanmi? Ma, yur buti tanlaymiz endi. Komplektni tanlovni butini Muhammadning o'ziga qoldiramiz. Chunki buti abdeli qiroli. Temponi tanlab oldim. Sani fokusingga ishonamiz. Boshli ukam kiyishchi. Komplektlarni ko'rishga tayyormisizlar? Qani ketdik. Bizda hammasi tayyor. Sizlar tayyormisizlar? Ko'rsatishdan oldin bitta like bilan podpiskani bosib qo'yasizlar. Boshladik. Mana sizlarga Niyabishni ikkita komplekt Santisdan boshlaymiz. Formasi 90 ming so'm, qoniga polan rasvetkasi tushirilgan. Getri 30 ming so'm, oyog'idagi butsiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. 480 ming so'm. Общий shu turishi komplektimizdan 600 ming so'm. Ikkinchi komplekt Meksika, forma 90 ming so'm. Getri 30 ming so'm, yangi chiqqan tempon, yangi rangi 380 ming so'm. Общий shu turishi 500 ming so'm. Sizlarga qaysi biri yoqdi? 600 minglik komplektmi, 500 minglik komplektmi? Kommentariyada izohinglarni qoldiringlar. Bitta like qalamizlar. Hammaga rahmat.